Xabar berib borayotganimizdek, mehnat migratsiyalari va ularning oila a'zolarining ijtimoiy huquqiy himoyasi mavzusidagi xalqaro migratsiya forumi davom etmoqda. Unda xalqaro tashkilotlar, xorijiy davlatlar vakillari, ekspertlar hamda ish beruvchilar ishtirok etdi. Forum doirasida xavfsiz va qonuniy migratsiya, migrantlar huquqlarini himoya qilish hamda xalqaro hamkorlik masalalari muhokama qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari hamkasbimiz Nafosat Erkayeva lavhasida. Bugun butun dunyoda migrantlar soni 304 milliondan oshiq. Bu 1990-yilga nisbatan qariyb 2 barobar ko'p degani. Umumiy pul o'tkazmalari soni esa 905 milliard AQSh dollariga yetgani rasmiy ma'lumotlarda qayd etilgan. Mana shunday ekan, 2018-yildan beri O'zbekiston migratsiya sohasida izchil islohotlarni amalga oshirib kelmoqda. Bugun Toshkentda bo'lib o'tayotgan xalqaro migratsiya forumi ham aynan mana shunday ilg'or qadamlardan biridir. 2025-yil noyabr oyida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Dohada bo'lib o'tgan xalqaro sammitda aynan bugungi kundagi migrantlar va ularning oila a'zolari, farzandlari, oilalarining huquqlarini himoya qilish jahon miqyos darajasiga ko'tarilishi lozimligini alohida ta'kidladi va mana shu taklif asosida bugungi kunda Toshkent xalqaro migratsiya forumi bo'lib o'tmoqda. Tadbir doirasida mehnat migratsiyasi sohasidagi zamonaviy tendensiyalar, migrantlar huquqlarini himoya qilish, gender va yoshlar masalalari, iqlim o'zgarishining migratsiya jarayonlariga ta'siri, malakalar va xalqaro hamkorlik kabi muhim mavzular muhokama qilindi. Xalqaro migratsiya forumi Toshkent shahrida 40 dan ortiq davlatlardan 600 ga yaqin mehmonlarni jalb qilgan. Bu albatta bejizga emas. Bugungi kunda O'zbekiston salohiyatli va malakali kadrlarni tayyorlovchi bir hubga aylanib bormoqda. Butun mustaqil davlatlar hamdo'stligi o'rtasida avvallari 2 ta 3 ta davlat bilan ishlagan bo'lsak, hozirgi kunda biz 40 dan ortiq davlatlar bilan migratsiya sohasida hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Bugungi kunda tilga o'qitish, kasbga o'qitish va yuqori daromadli ishga joylashtirish bizning asosiy ustuvor vazifamiz qilib belgilangan. Bundan kelib chiqib, mana so'nggi 2 yil, 3 yil ichida O'zbekiston hududida 12 ta xalqaro tashkilotlar bilan, 12 ta davlatlar bilan O'zbekistonda mutaxassislar tayyorlash markazlarini ochganmiz. Bu yerda hozir 2000 ga yaqin fuqarolarimiz ayniqsa o'sha rivojlangan davlatlarga, Yevropa davlatlariga dagi bo'sh ish o'rinlariga o'qitilmoqda, tilga o'qitilmoqda, tayyorlanmoqda. Bugungi forumimizda asosiy o'tkazilishini bilsalaringiz, muhtaram prezidentimiz o'sha o'tgan yili Doha shahrida bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada ilgari surgan tashabbuslari doirasida bo'lib, bu mehnat migrantlari va ularning oila a'zolarining huquqlarini himoya qilishga qaratilgan hamkorlikni kengaytirishga yo'naltirilgan forum. Forum doirasida biz demak 50 dan ortiq xalqaro rekruting kompaniyalarini ham tashkil etganmiz, ish beruvchilar bor. Bular bilan albatta 20 dan ortiq kelishuvlarni imzolash rejalashtirilgan. Kuni kecha mana Amerika Qo'shma Shtatlari bilan kelishuv muzokaralarni boshladik, Kanada bilan boshladik, Fransiya bilan boshladik. Italiyaga dastlabki guruhlarimiz borib ishlayapti, уже muvaffaqiyatli. Bu albatta dunyo hamjamiyatini, rivojlangan davlatlarda xavfsiz, tartibli migratsiya bo'yicha o'zbek modeliga alohida o'zlarini ijobiy yondashuvlarini ko'rsatayotganini bildiradi. Shuningdek, forum dasturidan xalqaro ekspertlar ishtirokida plenar sessiyalar, B2B uchrashuvlari, ish beruvchilar bilan muloqotlar va xalqaro til va ko'nikmalar markazi ochilishi o'rin olgan. Biz vatanparvar tashkiloti ham bu loyihada qatnashyapmiz. 2 yildan buyon migratsiya agentligi bilan hamkorlik qilyapmiz va hozirgi kunda biz Germaniyaning SBH, West hamda Yaponiyaning Anadera User kompaniyalari bilan va Wheeler Express kompaniyalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Asosiy mazmuni bugun O'zbekistondan chet ellik ish beruvchilar uchun yuk avtomobil haydovchilari va avtobus haydovchilarini tayyorlash. O'tgan yili biz Germaniyaga 200 nafar mutaxassis tayyorlab berdik. Bu yil esa Yaponiya buyurtmalariga asosan yangi loyihani boshlayapmiz. Chet elda ishlash uchun fuqarolarimiz o'zlarini shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari bilan murojaat qilishadi. Qolgan masalalar hammasi davlat xizmatlari tomonidan tashkil etilgan onlayn hujjatlar topshirish, rasmiylashtirish bilan hal qilishi mumkin. Forumda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tizimi va xalqaro tashkilotlar, turli xil davlat idoralari, Yevropa va Osiyo davlatlaridan ish beruvchilar, ekspertlar, fuqarolik jamiyati hamda ommaviy axborot vositalari vakillaridan iborat 300 dan ortiq xalqaro ishtirokchilar qatnashishi
ko'zda tutilgan. Nafosat Erkayeva, Husan Ashurboyev, Jarayon informatsion dasturi uchun. Nafosat Erkayeva, Husan Ashurboyev, Jarayon informatsion dasturi uchun.